qo'shib berdi mana. Bunisiga keladigan bo'lsa 59 metr, uzunligi 30 metr. Mana hozir xudo xolasa bunga qatnashni boshladi. Kasal bo'lmaylar, xudo xolasa ishlarimiz davom etadi. Bu yoqda yana davom etadi. 20 joyni ikkalab beramiz. Xudo xolasa. Kimlargadir mana shunaqa obyektlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqa etib ko'rasizlar. Angar temirish qilamiz aka. Biz butun konteyner holatida nimaiki kerak bo'lsa, yasab beraveramiz. Katta zdaniya, angar, uning ichida ham molxona, qo'yxona, katta iskalatlar. Bundan tashqari naveslar ham. Bundan tashqari aka, nimaiki kerakligini bo'lsa, qilaveramiz aka, qo'limizdan kelgancha. Xudo xolasa. Operator bu iskalat anaqalarni ham ko'rsating, kanal qo'ygan, bo'lgan joylarni ham. Mana xudo xolasa parapet tomonlarimizdan xudo xolasa oz qoldi, yopilyapti, svet o'chib qoldi. Xudo xolasa bu yog'iga sumkalarimiz tayyor. Zagadovkalarni qo'yganmiz. Pastasi o'rnladi, qatiladi. Keyingi obyektga borib ishga tushiriladi.